Sizlarning mashinalarni birgalikda hozir zavat qilamiz. Aka, qani gazni bosing. Hoppa! Gap yo'q. Akalar, bitta like bosib qo'yamiz. Bo'ldi, o'chirring aka. Aka, ozgina cho'zilgan bo'lsa ham, lekin maza qilib mashina zo'r chiqibdi. Gap yo'q. Aka, sizni podpischiklaringiz uchun ozgina vaqt cho'zilgan bo'lsa ham, qilingan ishni o'zingiz ko'rdingiz-ku? Ya, gap yo'q. Ko'rib turishibdi, mashinaning yili eski, zapchastlari yo'q, lekin shuncha mehnat qilib, podpischilarimiz uchun zo'r qilib yig'ib berdingiz. Biladigan odam bilyapti, like mashni bosib qo'yishyapti, aka. Endi ko'p gapirib o'tirmanglar-da, video davomida mashinani bitta o'zingizlar ko'ringlar. Vobshe go'zal bo'lgan. Mana diskasiga aka maza qilib ozgina cho'ktirgansiz oldini, mana orqasi polni cho'kkan, aka. Ozarbayjonskiy stil bo'lgan, maza qilib aka. To'g'risi, diski vobshe ochib qo'ydi mashinani. Siz xohlagandek bo'lsa, aytuvdingiz-ku, orqasini sal yotqizib berasiz. Podpischiklarimga bitta mashina yig'yapman deganingiz uchun qo'ldan kelgancha qildik. Bunaqa mehnat uchun akalar bitta like-ga ayamaysizlar. Motor ovozini eshitdinglar, zavat bo'lyapti. Xudo xolasa mashinani yurg'izib ham ko'rsatamiz, lekin motori bor, aka. Bundan ham zo'r zavat bo'lishiga sababi bor-da. Ro'y moyidan quyganmiz-ku. O'shanga xudo xolasa sizga ham Ro'y moyini tavsiya beraman. Eng sifatli hozirgi kundagi moylardan bittasi. Ozgina vaqtiga rozi bo'lasizlar, qilingan ishga bitta like bosib qo'yinglar.